Logoning teoliyasini uyingizda qilishni o'rganing. Ham ishonchlik, ham pokiz. Siz yavatgan Hogoning liyosini qandaq maylarda ishlab chiqaryapti buni bilamsiz? Kal go'shining ishmaydan ushshaq ezib tayyorlab, buning meyini chiqarib olamiz. Qurtilgan lazdan 2 kilo atrofida tayyorlab, buni qaynoq suvda qaynatib, yumshagandan keyin chanab tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan kalning meyiga azroq suv may qo'yib, buni abjash qilib olgandan keyin, buningga samsaq, piyoz, yumqoq sut silib, purqin chiqarib olgandan keyin, chanib olgan qizil lazini silib toz qo'raymiz. Yarim piyola sinjang, bir qo'shiq do'banjang. Qizil ko'k kavachlardan yerimchini o'xshash miqdorda solamiz. Videoda ko'rsatilgan xushpuroqlardan muvofiq miqdorda solamiz. Ko'rib mishay kapslar qo'shmaganlar qo'shvilanglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Faoliyatimiz davomlashyapti. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabbo yasash darsigimiz 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Undidar Nazi 77-33. Ham xurishlardan tuz, vijin silib, pinshang silib qattirib, qatqandan keyin qozonga azroq may qo'yib, sinjang samsaq so'ng piyozlarni toz bir qo'rib purqi chiqqandan keyin Hogoning teoliyasini silib 2 tane navas sevesek lam samovar sho'rpisi tayyor bo'ldi.